Joy burun mening Instagram'dagi shu videoni yoki bo'lmasa YouTube'dagi shu videoni ko'rib tavakkal qilib Bitcoin olgan do'stlar bugun 25 ming dollar paydo topgan bo'ldi. Bu videoda men Bitcoin'ni qayta bu yergacha chiqqandan keyin qayta baho tushishi bo'lib, endi 50 ming dollargacha tushishi mumkin deb sizga tushuntirgandim. Haqiqatan qarasanglar, mana sizga o'sha tushdi deb qardim. Shu vaqtda bu grafikni o'sha yerdagi vaqtda qilgandim. Degandek chiqib 50 ming dollargacha tushgan bo'ldi. Ve bugün qarasanglar Bitcoin 75 ming dollarga chiqdi ve tarixdagi eng qimmat bo'lgan bag'i u bir qatam chiqib tushgan bo'ldi. Bizning topgan dollar, yevro, fond sterling olib qo'ygan oltinlarimiz hammasi Bitcoinga nisbatan baholashdi, ya'ni qimmat yo'qotgan bo'ldi. Shuning uchun fursat kutganlarga emas, tayyorlik baloga mansub. Yuraklik bilan tavakkal qilib men degan yerda ilib sota olgan do'stlar bo'lsa, xohlasanglar yana kutsanglar, daha qimmat bag'iga chiqishi mumkin. Bu mening o'zimning shaxsiy ko'z qarashim. Xohlasanglar hozir setib başka işlerle meblağ kazanmam yoki başka yeni fursatlar var, coinlar var. Onu keyingi videoda belki sizlarga tushuntirishim mumkin. Hozir olaydimi deganlar uchun ham keyin yaxshiroq bir analiz videosi qilib o'rtoqlashima. Shu vaqtda o'zinglarning ahvol qarta o'ylashib boqsanglar bo'ldi. Omon bo'linglar, xayr qo'shing.